Taqiq muddati 20 yildan 40 yilgacha, ba'zan bir umrlik ham bo'ladi. Demak, keyingi zapret qo'yilishga asos bo'ladigan holatlardan bittasi bu podpunkt 1 chas 1 statya 27 fezi 114. Qanday holatlarda bu podpunkt bilan zapret qo'yiladi? Davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi shaxslar FSB yoki MVDning ayrim bo'linmalari tomonidan zapret qo'yilishi mumkin. Taqiq muddati 20 yildan 40 yilgacha, ba'zan bir umrlik ham bo'ladi. Misol uchun, qanday holatlarda bu podpunkt bilan zapret qo'yiladi? Rossiyada taqiqlangan tashkilotlar bilan aloqada bo'lish yoki noqonuniy mitinglarga ishtirok etish holatlari bo'lgan bo'lsa, demak, agar davlat xavfsizlik xizmati yoki MVDning qaysidir bo'linmalari sizni mana shunday holatda taqiqlangan tashkilotlarga aloqador deb gumon qilsa yoki bo'lmasa mitinglarga qatnashgan bo'lsangiz, mana shu podpunkt bilan sizga 20 yildan 40 yilgacha va hatto ba'zan bir umrga zapret qo'yiladi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Bu podpunkt, ya'ni bu zapret turi deyarli bekor qilinmaydi. Faqat bir marta sud orqali bekor qilingan holati ma'lum xolos. Yaqin qarindoshlarda Rossiya fuqarolik bo'lishi ham bu holatda yordam bermaydi. Va oxirgi vaqtlarda uchraydigan o'sha aeroportdan telefon tekshirib yoki qanaqadir savol-javoblardan keyin qaytarib yuborilganlarida ba'zilariga aynan mana shu podpunkt bilan zapret qo'yilgan. Hammasida emas, faqatgina ba'zilariga. Agar bu podpunkt bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, xarajat qilib bekor qilishga urinmagan ma'qul. Chunki deyarli buni bekor qilib berish imkoniyati yo'q. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting. Har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.